Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa jo'ja soladigan apparatimiz bitta. Har 2 soatda mana o teshikdan havoni so'rib bu teshikdan chiqib ketadi. Har 2 soatda havoni so'rib tozalab turadi shuning uchun. Har 2 soatda. Mana o axlatini oladigan idish. Bu ko'chatir taymerimizni o'chiradi. Bu taymer. Mana ventilyator ishladi. Bu taymer har 2 soatda 1 minut ishlaydi. 1 minut ichida havoni tozalaydi. Bu ichidagi gradusni temperaturani o'chiradi. Bu ichki tarafda chirog'ini o'chiradi. Mana o'sha ventilyatorimiz o'chdi. Uchovsida ham bor ventilyatorimiz. O'zi avtomatik graduslarini ham, havo alashtirishlari ham hamma avtomatik. Buning ichiga 150 tadan 100 tagacha jo'ja soladi. Agar 1 kunlik jo'ja bo'lsa, 1 haftalik jo'ja bo'lsa 200 ta soladi. O'zimizlarga plastmassa suv ichadigan idishlarini qo'yib qo'yamiz. Komplekt ichida bor. Kim zakaz qilsa, shundan qilib beramiz. Lekin 200 kilo bo'lsa kerak, adashmasam. Yo 150 kilo yo 200 kilo. Shunaqa og'irligida.